Salibchilar o'zlari bosib olgan hududlarda o'z davlatlarini tuzdilar. Bu davlat Quddus qirolligi deb ataldi. Bu davlatga dastlab Golfrid Bulenskiy qirol qilib saylandi. Ammo Quddus qirolligi Boldinning varislari zamonida qat'iy rasmiylashdi. Quddus qirolligi o'ziga xos namunali feodal davlat edi. Yevropaning hech bir joyida Sharqdagidek feodal iyerarxiya prinsipi bu qadar izchillik bilan amalga oshirilmagan edi. Falastinni bevosita idora etgan Quddus qirolligidan tashqari shu qirollikning vassal davlatlari sifatida yana 3 ta yirik knyazlik, Antioxiya knyazligi, Tripoli, Edessa grafliklari bor edi. Bularning har biri ma'lum miqdorda baronliklar esa o'z navbatida ritsarliklarga bo'lingan edi. Quddus qirolligi maxsus tartib shakllantirilgan bo'lib, u kichik feodallarning o'z seniorlari baronlariga va baron ham knyazlarning qirolga nisbatan bo'lgan munosabatlarni yo'lga solib turadigan bo'ldi. Bu konstitutsiya Quddus assizlari deb nom oldi. Assizlar ritsarlarning bir yilda necha kun urushda xizmat qilib berishini belgilaydigan bo'ldi. Feodallar meros qoldirish tartiblarini belgiladi. Assizlarga muvofiq qirol hokimiyati saylab qo'yiladigan va cheklanmagan hokimiyatga ega edi. Qirol eng katta feodallar kengashini saylar edi. Bu kengash Oliy palata deyilar edi. Oliy palata ayni zamonda feodalning da'vo va bahslarini tekshirib hal etuvchi oliy sud hisoblanadi. Knyaz baronlarning bu palatadan tashqari qirol o'ziga birorta ham muhim qaror qabul qila olmas edi. Quddus qirolligidagi barcha yer-mulklar harbiy xarakterga ega bo'lib, ya'ni feodallardan iborat edi. Shunday qilib Yevropaning sharqda feodal munosabatlar ko'zga yaqqol tushadigan klassik davlat shakllantira oldilar. Biroq sharqda barpo etilgan yangi davlat mustahkam emas edi. Qirol hokimiyati zaif edi, ritsarlar o'zboshimcha, intizomsiz edilar. Mahalla aholi zolim ko'rar edilar. Ritsarlar hatto qishloqlarda ham aholi orasida yashamas edilar. Ular shaharlarda qisman yangidan qurilgan qala-qasrlarda istiqomat qilib, hech qanday ro'zg'or yuritmas edilar. Faqat dehqonlardan olinadigan gul rentasi bilangina kun ko'rar edilar. G'arbning katolik ruhoniysi kattagina yer-mulklarga ega bo'lib oldilar. Quddusning lotin patriarxi qirollikdan keyin ikkinchi shaxs edi. Salibchilarning istilolari natijasida Italiya shaharlari katta foyda ko'rdilar. Geniyaliklar bilan venetsiyaliklar Suriya va Falastindagi butun savdo-sotiq ishlarini o'z qo'llariga kiritib oldilar. Arablar va bizantiyaliklarni ikkinchi o'ringa qo'yib qo'ydilar. Shahar atrofidagi yer-mulklarning bir qismini ham ana shu geniyaliklar va venetsiyaliklar oldilar. Feodallarning aksincha Italiya shaharliklari o'z qo'llariga kiritib olgan yerlarda xo'jalik bilan shug'ullanadigan bo'ldilar. Shaharliklar bu yerlarda eng qimmat ekinlar, paxta, shakar, qamish, zaytun o'simligi plantatsiyalarini barpo etib, ko'proq ishchi kuchi sifatida qullardan foydalanar edilar. Salibchilar sharqda mudofaani tashkil qilish uchun o'ziga xos doimiy qo'shin tuzishga majbur bo'ldilar. 1099-1100-yillarda birinchi salib urushi batamom tugadi. Ritsarlarning bir qismi Yevropaga qaytib ketdi. Falastinda hammasi bo'lib bir necha ming ritsar qoldi xolos. Shundan keyin ritsarlarga yordam tariqasida diniy ritsarlik ordenlari barpo etildi. Ular ayni vaqtda ham monarx ham ritsar bo'lib xizmat qildilar. Ularning maxsus monarxlik ustavi ayni zamonda alohida diniy harbiy boshliqlari, ordenlarning magistrlari bor edi. Ordenlarning bevosita papaga bo'ysunar edi. Ritsar birodarlar ritsarlik yaroq aslahalariga ustidan alohida monarxlik plashlari, matiyalarni kiyib yurar edilar. Ammo qolganlari chinakam ritsar bo'lib, ular odatda harbiy ta'lim ko'rgan, ajoyib chamandoz hamda qilich va nayzalarni mohirona ishlata biladigan kishilar edi. Oqibatda bu odamlar ijtimoiy kelib chiqishi jihatdan ko'proq ritsarlar oilasiga mansub shaxslar edi. Falastinda Yevropaning turli mamlakatlari ordenlari, yer-mulklari bo'lib, ular shu yer-mulklardan keladigan daromadlar hisobiga yashar edilar. Sharqda 3 ta orden tashkil etildi. 1119-yilda birinchi bo'lib Tampliyerlar ordeni yoki ibodatxona ahllari, fransuzcha ibodatxona degan fransuz ordeni tashkil etildi. Tampliyerlar ordeni tashkil etilgandan keyin tez orada shunga o'xshash gospitalyer yoki ionitlar o'z homiysi Avliyo Ion sharafiga atalgan. Italyan ziyoratchilarni davolaydigan gospitallarda, kasalxonalarda xizmat qilishni maqsad qilib qo'ygan edilar. Keyinroq 1190-yilda nemislarning 3-chi bir ordeni ta'sis etildi. U nemis yoki Tevton ordeni deb atalib, bu ordendan boshqa ordenlardan ancha keyinroq barpo etilib, bu Falastinda uncha uzoq turmadi. 13-asr boshida Tevton ordeni Yevropaga ko'chib o'tib, quyi Visla daryosi qirg'og'ini o'ziga makon qilib tanlab oldilar.
Polyak feodallari mahalliy majusiylarga, pruslarga qarshi kurashish uchun Tevton ordenini bu yerga taklif etgan edilar. Tevton ordeni Prusiyani istilo etib shuning oqibatida Tevton ordeni degan nom o'rniga Prus ordeni degan nom oldi. U Boltiq bo'yida anchagina badavlat davlatga aylandi va keyinchalik Polsha qirolligining o'zining mustaqilligiga jiddiy xavf tug'dira boshladi. Quddus qirolligi diniy ritsarlik ordenlari tarzidagi qo'shinga ega bo'lishiga qaramay, uning ahvoli juda nachar edi. 12-asrning 30-40-yillarida Quddus qirolligi eng kuchli qirollikka aylangan edi. Ammo 1144-yilga kelib, uning yerlarining anchagina qismini turklar bosib oldilar. Quddus qirolligi turklarga qarshi Yevropadan yordam berish uchun yangi ritsarlarni chaqirishni so'rab papaga murojaat qildi. Unga javoban 1140-1149-yillarda ikkinchi salib yurishi uyushtirildi. Ikkinchi salib yurishida Fransuz qiroli Ludovik VII va Germaniya imperatori Konrad III ham qatnashdi. Lekin yurishda tortilgan harbiy kuchlar ancha ko'p bo'lishiga qaramay, bu yurish butunlay muvaffaqiyatsizlik bilan tugadi. Salibchilar Quddusga xavf solayotgan Damashqni qo'lga olmoqchi bo'ldilar, lekin uddasidan chiqa olmadilar. Quddus qirolligining ahvoli yaxshilanmadi. 12-asrning ikkinchi yarmida uning ahvoli yana battar yomonlashdi. Salibchilar Quddus shaharlarining o'zini qo'ldan boy berib qo'ydilar. Kurdlardan chiqqan sulton Salohiddin turklar boshchiligida 1187-yilda Quddusni bosib oldi. Salohiddin markaziy Misr katta bir davlat barpo etdi. U butun Misrni, Suriyaning bir qismi, Mesopotamiyaning bir qismini egalladi va Quddus qirolligini batamom tugatishga harakat qildi.